Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan oshxonada mush animasiya tayyorlaymiz. Qanaqa mushuligi ekranlarda chiqib turibdi. Hozir shuni ketma-ketlik bo'yicha ko'rsatib o'taman. Birinchi qiladigan ishimiz asosiy komp ochib olamiz. YouTube deb yozdim. Razmeri 4K, 30 frame rate, 17 sekund. Bunga solid tashlaymiz. Fil beramiz. Xo'p, rangini o'zgartirishimiz kerak. Bunga text yozamiz. O'rtaga to'g'rilab olamiz buni. 425 ga kattalashtiramiz. Keyin bunga tekstura berishimiz kerak. Orqa fonga bu teksturani pastda havola qoldiraman. O'sha havoladan yuklab olsanglar bo'ladi. Uni qilamiz. Buni pastiga shape chizib olamiz. Например, shunaqa. O'rtaga to'g'rilaymiz. Bitta nol ochib olamiz. Bularni ulab qo'yamiz. Endi bularga animatsiya berishimiz kerak bo'ladi. Mana buni beramiz. Xo'p. Shotga jon yetadi. Bunga ham animatsiya beramiz. Bunga trim pass и keyframe beramiz. 0 qilamiz. Buni to'g'rilaymiz grafikadan. Bo'ldi, chotki zo'r. Buni vaqtgacha belgilab qo'ysak, bo'ldi. Chotki. Buni endi 0 ga oluvdik. Buni kichkinalashtirishimiz kerak bo'ladi. Hoppa, 50 ga kichkinalashtirib turaylik. Position bilan tepaga ko'taramiz. Hop. 45 yaxshi ekan. Buni o'ynab qo'yamiz grafikadan. Xo'p. Bo'ldi. 1 2 3 4. Shu yetadi. Bu yerga liniya chizib olamiz. Liniyaning rangi to'g'ri turibdi. Bundoq qilamiz. O'rtaga to'g'rilaymiz. Buni ozgina qiltiriq qilamiz edi. Buni duplikat qilib kattalashtiramiz 20 ga. Rangini o'zgartiramiz. Yo'q. Mana bu edi atashmasam. Shu ekan. Buni razmerini kichkinalashtirib olamiz. Bo'ldi. Joyida turibdi. Bularni ham bunga ulab olamiz. Buni alohida ajratib qo'yaylik. 0 bo'ldi. Bu yerga hozir soat qo'yishimiz kerak. Soat menda tayyor PNG formati bor. Buni ham pastiga havoladan olsanglar bo'ladi. Bunga fil beramiz. Rangini o'zgartiramiz. Round beramiz. Round rangini xo'p, mana bu edi. Shu bo'ldi. Round beramiz. Kichkinalashtiramiz. Buni kattalashtiramiz. 300 ga yo 400 ga yo 350 yaxshi. Kichkinalashtirib olamiz. Bo'ladi. Bunga animatsiya berishimiz kerak bo'ladi. Trim pass. 1 2 3 4 yetadi. Buni faqat 33 qilamiz. 33 bu 0 bo'ladi. Grafikasini to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ldi, chotki. Buni endi bu yerga joylashtiramiz. Bu slishkam katta. 5 ga kichkinlashtiramiz. Bunga to'g'rilaymiz. 4,5. Yetadi. Buni
duplikat qilamiz. Bo'ldi. Joylashuvlarni to'g'ri qilib oldik. Endi buni boyagi shape'ini o'zgartirib qo'yamiz. Nima qilamiz? 0 ochamiz, bunga ulaymiz. Xo'p, buni bundoqroq qilib qo'ysak bo'ldi. Narigisida ham xuddi shunaqa. Bunga ham 0 ochamiz, bunga ulaymiz. Xo'p, oldingisi qanaqa edi? Bu yerda turgan bo'lsa, okey. Qilib qo'yamiz, bo'ldi. Mana joylashuvlar o'zgardi. Xo'p, endi bu yerga tekst bersak bo'ldi. Tekstda ish uchun 8 soat yozamiz. Shriftini o'zgartiramiz. Art School. Shunaqa ekan. Bu yerda yonda turibdi o'zi to'g'ri. O'rtaroqqa to'g'rilaymiz. Bo'ladi. Bularga bunaqa liniyka berib turaylik. Hozir asqotib qoladi. Bo'ldi. Buni duplikat qilib, yana tekstini o'zgartiramiz. Shu vaqt ichida deb yozamiz. Hoppa mana. Buni shrifti shunaqa bo'ladi. Buni endi kichkinalashtiramiz. Xo'p. 45 ga. Bo'ldi. Buni ozgina to'g'rilab qo'yamiz o'rtasiga. Bo'ldi. Joyida turgan ekan hozir. Copy qilamiz, pastga tushiramiz. Bo'ldi. Endi buni o'zgartiramiz. Dam olish uchun 8 soat. O'zgartiramiz. Buni ham o'zgartiramiz. Buni ozgina faqat tepaga ko'tarib qo'yishimiz kerak. Copy. Buni ham tekstini o'zgartiramiz. Shaxsiy vaqt uchun 8 soat. Bo'ldi. Bularni endi o'chirib tursak bo'ladi. Bo'ldi, tekstlarni joylashtirib oldik. Mana bularni ozgina opasitini tushirib qo'yish kerak. Ozgina. Hop. 80 ga yokida 70 ga. Qani? Da yaxshi. Faqat 80 ga o'zgartirib qo'yamiz. Bo'ldi, chotki. Bularni hammasini bunga ulab qo'yamiz 0 ga. 0 ga ulagandan keyin bularga animasiya berishimiz kerak bo'ladi. Bunga, hop, bunga va mana bunga mana animasiya bo'la qolsin. Hop, 1 2 3 4 ta. Hop, mana. Bunga va mana bunga mana buni beramiz. Bo'ldi, chotki. Endi mana bularga animasiya beramiz. Pozitsiya va opacity 1 2 3 4 ta. Yana beramiz. 1 2 3 4 yetadi. Buni o'zgartiramiz. 0 Buni F9 bilan grafikasini o'ynab qo'yamiz. Endi bunga animasiya berishimiz kerak. Bunga hozir animasiya beramiz. 1 2 3 4. Bo'ldi. Mana bunga ham berishimiz kerak ekan. Bo'ldi.
grafikadan to'g'rilab qo'yamiz yana. Xo'p, bunga to'g'rilaymiz. Primerni bilib oldik. Buni bundoq qilamiz. Xo'p. Mana shu yetsa kerak menimcha. Mana bular animatsiyasini ham bu yerga olib kelamiz. Endi yaxshigina qotib beradi bu. Uning uchun tekstni o'chirib turamiz. Bo'ldi, okey. Buni hop bo'ladi shu. Bo'ldi. Bular nima orqaga qarab ketyapti, tushunmadim. Buni qo'yib qo'ysaychi. Bo'ldi, endi to'g'rilandi. Bo'ldi. Yana ozgina ko'paytirar ekanmiz. Menimcha yetadi. Bo'ldi. Buni faqat mana bu turib tursin. Bunda o'tdi. 4 sekundga kelyapti. Bitta tekst animatsiyasini til ketdi. Tilla sepi chiqib ketdi. Buni o'zgartiramiz. Qatdan o'zgartirasan? To'g'rilaysan mana. Top. Ish uchun 8 soat faqat bitta ikkita berib turib keyin beramiz. Qani? Shu 8 soat. Bo'ldi. Bunga ham xuddi shunaqa. Bunga ham xuddi shunday. Bo'ldi. Bo'ldi, chotki. 8 soat. Voy, qani ikkinchisi? Voy, o'qimagan ekanman. Sorry. Ish uchun 8 soat. Dam olish uchun 8 soat. Shaxsiy vaqt uchun 8 soat yetadi bo'ldi. Xo'p, bularni endi bunday yana bitta kompozitsiyaga tiqib turib, xo'p, adjustment ochib, bunga noise beramiz. 20 и post rise time shunaqami, nima nomi? Короче, mana shuni beramiz. 15 mi, 10 mi, 20 mi? Farqi yo'q. Voy, bilamadik-ku, menimcha yetadi. Chiq, hop. Ish uchun 8 soat. Dam olish uchun 8 soat bo'ldi, okey. Xo'p, bitta nol ochamiz. Bunga uramiz. Xo'p, bunday kelyapti. Mana shu 4 sekunddan bunday qilamiz-da. Scale to'xtaylar. Yaxshi turibdi-da. Buni scale'ini kattalashtirib 200 ga yaqinlashtiramiz bu yerga. Hop. Bo'ldi. Bunga ulangan 0 da. Nima qilamiz? 1 2 3 4 5 6. Boyagini faqat bu yoqqa surar ekanmiz yana. Hop. Mana bo'ldi. Ish uchun, xuddi shunday. Yana bitta nol ochamiz. Ulaymiz. To'g'rilaymiz. Pozitsiya beramiz. Pastga bundoq qilamiz. Hop. Ana bo'ldi. Buni scale bilan bitta kichkinalashtirib ko'raylikchi. Yo'q.
beramiz. Yana bitta 0 beramiz. Buni olamiz. Keyframe beramiz. Yana pastga tushiramiz. Past ko'rinib ketyapti. Menimcha bo'ldi. Bunga ham xuddi shundoq nimasi berib yuborishimiz kerak. Hoppa. Hop. Tagiga o'zgartiramiz. Bunga oxiriga borib bittaga o'zgartirib qo'yamiz. Endi mana shu yerda yana umumiyga qaytish kerak. Xo'p, umumiyga qaytish uchun yana bitta 0 ochamiz. Voy bu. Voy. To'g'rilaymiz. Pozitsiya и scale. 1 2 3 4 5 6. Kichkinalashtiramiz. 50 ga. Hop, 51. Voy bu. 50.5. Hop. Yana pastga tushiramiz buni. Yo'q. Bo'ldi. Joyiga tushdi. Buni ham grafikasini o'zgartirib qo'yamiz. Hoppa. Bo'ldi. Animasiyamiz tayyor. Qani. Bitta ko'rib olaylik-chi. Voy, qotdi. Voy. Bo'ldi. Qani? 8 + 8 qo'ydi. Hoppa. Chotki. Ana. Go'zal faqat bitta narsaga e'tibor qaratib qoldim. Mana bunga animasiyamiz qolib ketib qopti. Hozir bunga berib qo'yamiz. 2 3 4. Yo'q, 3 beramiz. Boyagi liniyani ochib olamiz. To'g'rilaymiz. Yana 1 2 3. Yana to'g'rilaymiz boyagi. Bo'ldi, chotki. Bo'ldi. Qani yana bittani tekshirib olaylik-chi. Voy. Hali joy kelmas, animasiya bo'lib ketib qoldi-yu bu. Nima qilar ekanmiz? Ozgina surib qo'yamiz, bo'ldi. Ana joyiga tushdi. Endi yana bitta qotib berar ekan. Xullas. Ya mayli, oxirigacha kutaylik. Besabr bo'lmang. Bo'ldi. Chotki. 8 + 8 qo'ydi. Ish uchun 8 soat. Dam olish uchun 8 soat. Shaxsiy vaqt uchun 8 soat. Chotki. Go'zal. Darslik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Fikrlarni izohlarda qoldiringlar, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi darslikda ko'rishguncha.